Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2021-yili 1-oyning 22 kuni juma. Bugun sal kechikib qoldim bu videoni ishlaydiganға. Tushdan keyin bizning idorada bir doklad bor, videoliq. Shuni qilaman deb ashunga sal kechikib qoldim. Kechiringlar. Bugun mo sizlarga nazroq uchur yetkazay deb chiqishim. Bu haftadaki en çok haber, çarşamba günü 20. Amerika'daki yeni rehberleri taktik çıkıdığan bir murasımı oldu. İhtimal köpünçürünler köydünler onu. Ben mi köydüm? Bu meniki azraxılı köp katımlık katnaş kalmıştım. Köygen murasımlarınki birisi endi. Ben Amerika'ya 1988 yılı gelgen. Lekin bu yılki murasimni ko'rish men uchun intayin tasdiq to'xtadi. Sababi nima desanglar, o'zinglar bilasizlar, men burungi programlardan deb keldim. Bu yil Amerikadagi prezidentlik saylovida ajoyib ishlar yuz berdi. Biz tasavvur qilolmaydigan ishlar yuz berdi. Eng oxirgichilik cho'qim bir boshqacharoq bir adolat ichida oyoqlashidi bu ishlar deb o'ylagan. Lekin biz o'ylagan o natija chiqmadi. Butunlay ishlar boshqacha bo'lib ketdi. Nurg'un ishlar bu qatamqi shu saylam jarayonidagi ishlar, hatto shu yangi prezidentniki chiqish shu murasimida bo'lgan gap so'zlar, undagi bir qismi xuddi Xitoydagi ahvollarga o'xshab qoldi. Men ashta bir tuyg'uda turib ko'rdim murasimini. Nutqlarni to'liq anlig'im kelmadi. Ancha u yerdan bu yerdan anlab baktım. Lekin bana bergan tuyg'u nima desa, o'g'irlikning hammasini qilib etib, boshqalarga o'g'irlik qilmanglar degandek. Ondan keyin Amerikaniki birligini, ittifoqligini ig'ir darajada buzib etib, ondan keyin bundagi ittifoqlashaylik, ittifoqlik pek muhim degandek gaplarni degandek ishlar bo'ldi. Xuddi bizniki, mollamniki deginni qil, qilg'ini qilma degandek. Ashta bo'g'ashqa bir qism ishlar bana naydi. Ha geldi o günüsü. Onu görüşkümü qattiq ko'nglim bormidi. Murasimdan keyin ta ki bugunga qadar o'zimda ajoyib bir xil tuyg'ular bor. Bu yil Amerikada yuz bergan ishlar qarata. Bu to'g'riliq hozircha endi gaplarni bek ko'p degil bo'lmaydi hozir. Hozir bo'libmi shu chet eldagi shu erkin mediachilarniki nurg'unlarini shaklbatdi hozir YouTube'da. Bo'libmi andaki bu qatimki saylamga oid anayt ko'p gaplarni qig'ilib bo'lmaydiganlar qilyapti hozir. Ajoyib bir davrga qadam qo'ygandeklar bir xil holat. Ashta bu boshqa men bu to'g'riliqmi ko'p so'zgim yo'q. Bugun bizningki idoradagilarga bir uqtirish kapti. Yangi chiqqan rahbarniki bir videolik so'zi bor ekan. Şu federatsiya hükümet tarmog'ida ishlaydiganlarga qilgan so'z ekan u. Shuni bir anlab chiqqanlar, ko'p chiqqanlar deb bir ularni o'rgatibdi. Meniki uni ko'gim kelmadi shaxsan. Sal bir mazgil vaqt o'tib ketsin deb. Hozir toza ko'ngil joyida emas. Shunga bu ahvollar to'g'riliqmi shu so'zlab qo'yay. Bu nima albatta men degandek hozir saylam to'g'ri qilishmi naydi bir kishini diqqatga soladigan bir ishga aylanib qoldi hozir. Ayta bu boshqa bu vaqtda bundan ko'p gap qilmayman men. Nima aslida bugun men ikki kitobni og'ash kelgandim. Sizlar bir ko'stiman deb kitobni yerga akirish unutib qolibman. Somkamda bor tema video uzilib ketmasin. So'zimni qilaveray. Uning kitobda desanglar 2008 yillarga deyman. Amerikada bir danliq ziyoli bor, Gordon Chang degan ismi, familysi Chang ismi. Mening farzimcha shu opsalasinki birisi Xitoy bo'lishi mumkin. Bu kishi nayti Xitoy kompartiya hokimiyatiga qarshi odam. Nayti televizorlar ko'p chiqib so'zlaydi. Bu odamniki bir kitobi chiqqan. Shu kitobi botdi menda men sizlar ko'staman deb akilib hozir somkamga qilib qopti. Shu yaqinda yuz berdigan Xitoy hokimiyatiniki gumron bo'lishi degan bir kitob bor u kishiniki.
Ben o kitapni o'qigan. Shu endi maqsad nima desanglar, shu Xitoy kompartiya hokimiyati ag'darilsa, qanday ag'dariladi? Shu bahanada Uyg'urlar uchun qanday bir fursatlar keladi deb shuni bir bilib boqay deb bu kitobni o'qigan. O kitapta shu 2010-yillar yuz berish ehtimoli bo'lgan bir qism ishlar bayon qilingan. Shunga 2010-yilda saqlab boqdim men. O adam degan ishlarniki faraz qilgan ishlarniki hech qaysi yuz bermadi. Bo'libmi bu Xitoy kompartiya hokimiyati tadqiqot ishlari kelganda bek kuchli bo'ladi. Butun dunyoda boshqalar kompartiya hokimiyati qanday ahvol ostida o'lib ketadi degan ashuvchilarni to'plab tadqiq qilgan adam qo'yib bo'ladi, necha mingga odamlarni qo'yib. Shu ishlarniki yuz berishining oldini oldi bo'ladi. Shu chog'da shu kitobda o'tirib qo'yilgan eng chong sabab Xitoy hokimiyatidagi amaldorlarniki cheklishishi deb yozilgan shu kitobda. Keyin xabarlarda bor Xitoy hokimiyatidagi cheklishishi shunday ig'ir qattiq darajada to'sildi keyin. Ashta qilib bu Xitoy hokimiyatining ag'darilishini yuz bermedi. O kitobda o'tirib qo'yilgan ishlar asosan bo'lmadi. Men undan sal keyin yana bir kitap sotib oldim. Umum shu Xitoylarniki kelgusidagi ag'darilishi haqida to'xtalgan bir kitap ekan. O kitobni elib o'qidim. O'qib uni ichida Uyg'urlar tilg'ilgan ekan bu kitap. Tilg'ilgan ekan keyin tekshirsam, lekin Uyg'urlar haqidagi bayonlarda bir taraflamalik yoki to'liq bo'lmas ahvoli ig'ir ekan kitobda. Shuning bilan bu kitobni kim yozdi deb tekshirib qilsam, bu kitobni shu California University Irvine sho'bisidagi bir professor yozgan ekan. Shu bu kitobni o'qigandan keyin men u chog'da shu NASAga kelib ishlayotgan necha yil bo'lgan vaqt. Shu bu professor xat yozdim men. Masalan kitobini ilib o'qidim. Bunun ichida Uyg'urlarga oid mazmunlar bor ekan. Men shu Uyg'urlarniki birisi Sharq Turkistondan kelgan. Bo'lsa uyimga bir kelsang, seni bir mehmon qilgash, bir so'zlashgan bo'lsak, men Uyg'urlar to'g'ri sana yana bir qism uchurlarni biray deb shuna dedim men. Deb xat yozdim kishiga. Shu uchadim shu NASAda ishlayotgan vaqtim menda. Keyin u kishi javob berib, taklifingga rahmat. Xo'sh bo'ldim, ammo men bak aldirash uyingga borolmayman deb javob keldi menga. Mening uyim bilan bu maktabning orlig'i 120 kilometrda keladi, 80 mil, 120 kilometr. Endi aldirash odamlar uchun u yerga berib kelish biroz tez to'xtaydi. Bizning uyga berish uchun Los Angeles shahridan o'tmasa olmaydi. Los Angeles shahri davomliq qatnash tiqmoq o'qiydigan bir yer endi. Ashta boshqa bu kishidan deb javob keldi. Endi u kishi kim o'danglar? Bu kishi shu Trump prezident bo'lgandan yoki Trumpga bosh savdo maslahatchisi bo'lgan Narovo degan kishi shu. U kishi ayni vaqtda shu University of California Irvine, California University Irvine sho'bisiniki iqtisodiy kasblarning o'taymi professor bu kishi. 3-4 yil Donald Trumpga maslahatchi bo'ldi. Donald Trump hokimiyatining ichida Xitoyga eng qarshi odamlarga birisi shu. Undan keyin bir necha kitoblar chiqdi bu odamniki. Necha kunda yaqin shuni o'ylab qoldim. Ashtaq burun mushtaq bir farazlar o'tirib qo'yilib, u ishlar yuz bermagandan keyin bundan keyin men kelgusiga faraz qiladigan kitoblarni o'qimay, odamni bak umidlantirib qo'ydi ekan degan bir ashtaq bir tuyg'u kelgan ayni vaqtda. Ondan keyin bu ish kitobdan keyin boshqa kitoblarni o'qib boqmadim. Meni yangidan kitoblar yozilmadimi bilmayman men. Lekin necha kunda yaqin bu ishlarni o'yladim. Bu qatimki saylanatiniz chiqishdan burun o'zim ko'rgan nurg'un uchurlarga asosan kishilarniki farazlarini sizlarga yetkazib kelgan. Oxirida bu ishlar bo'lmaydi. Meniki tahlilimda endi bu shu saylam natijasini chiqarishda Amerika hukumati ikki cho'ng masalaga duch keldi. Uning birisi Amerikaniki muqimligini saqlash. Ichki urush bo'lib ketishniki, qon to'kilishniki, qalamqonchiq bo'lib ketishniki, buzib chiqishning oldini olish. Ikkinchisi haqqoniyat, adolatlikni ilgari surish. Bu ikkisidan qaysini tanlaymiz deganda, eng oxirgi kelgan chog'da yana ikkinchi tanlashni tanladi Amerikadagi kishilar. Ya'ni
ikkinchi emas, birinchisini tanladi bular. Muqimlikni saqlab qolishni tanladi. Shunga garchi bu qatimki saylamda ig'ir darajadagi adolatsizlik, haqqoniyatsizlik yuz bergan bo'lsa-mu, yana Amerikani qilayotgan quvvatmayli deb birinchi tanlashni tanlab huquqni yangidan tanlangan kishilarga o'tkazib berdi endi. Saylamdan shundan chiqdi. Men shunday deb tushundim. Men mushuna kunning ichida o'ylagan 2 kun bo'libdi hozir ish bo'lgani. O'ylagan yana bir ish Amerikani Xitoy bilan solishtirib baktım. Masalan, Mao Zedong o'ziniki huquqini saqlab qolish uchun qanday ishlarni qildi Xitoyda. Madaniyat inqilobini qo'zg'adi. Bütün Xitoy davlatidagi xalqlarning hammasini bir-biriga so'qash silib, ig'ir vayronchilik holiga keltirib, 20 million bilan 60 million atrofidagi oralig'idagi odamlarga ilishki zaman bo'lib, Mao Zedong o'ziniki huquqini saqlab qolgan. Amerika yenilam bir intayin medeniyetlashgan bir davlat bo'lganligi uchun kishilarniki eng intayin yuqori, safasi intayin yuqori. Ashtaq bo'lganligi uchun yenilamkin davlatga ziyon solmaydigan yo'lni tanladi bular. Muqimlikni saqlab qolish. Ben ashtaraq yakun chiqardim bu qatam qishdim. Aslida dastlabda harbiy holat yurgizib, bir qismlardan qo'lga olib, shu orqali haqqoniyat ilgari surildi degan gaplar chiqqan. Bu gapni men degandim. Lekin u ishlar bo'lmadi. Agar undaq bo'lgan bo'lsa, Amerikada bir ishga urush portalab, nayt ig'ir ishlar yuz bergan bo'ladi. Bu ishlar saqlanib qoldi. Hozircha menimcha endi mashundaroq bir tushuncha bilan o'zimizga tasalli berganimiz yaxshi deb o'ylayman. Herhalde Amerika'daki xalq hozirmi yine normalni turmushni kechiryotidi. Biz bu barda yerlarga bora olamiz. Boshqa hech qanday ishlarda cho'ng o'zgarish bo'lgani yo'q hozir. Shunga nima deymiz? Zodi bu ikki tanlashniki qaysi eng muhim, qaysi bekrak muhim degan savol bor bu yerda. O'xshamagan odamlarniki tanlash o'xshash emas. Bo'libmi biz Uyg'urlar adolatsizlik, haqqoniyatsizlikka dardini bektatgan bo'lganligimiz uchun saxta bo'lib qolgan ishlarga chidaymaymiz. Shaxsan men shundoq. Shunga diqqat qilgansizlar bir qism gaplarni og'zimdan chiqarishni xohlamayapman. Shunga hozir ahvolim shundoq. Bu vaqtda mushakil deb qo'yay 20-yillar atiganda Trump bir yerda bir harbiy bazaga berib Amerika xalqiga har xo'sh degan bir nutq so'zlab yerda necha minut ashtaq bir xo'shlashib shuning bilan prezidentlik aeroplanida o'tirib Floridadagi uyga ketdi. Shu yig'inda 20-yillar atiganda so'zlagan shu nutqini anlaganlar shu torbetida shuni nahmaydan berib ekan. Uni anlaganlar 3 milyon 200 mingdan ko'p bo'pti. Donald Trump'nikini anlaganlar. Lekin yangi chiqqan rahbarniki murosimda so'zlagan so'zini anlaganlarniki soni 30 mingdan ko'proq ekan. İkisiniki farqi 100 esse tek farqi var. Amerika bu 20-yillar ifodalangan bir ahvollandi. Endi mushqitim shu qadimki nutqi Trump shu qadimki nutqida va undan keyingi muxbirlarga qilgan gapida yana ikki narsani o'tirib qo'ydi bu kishi. Birinchisi biz ko'radigan yaxshi kunlar texi oldimizda. The best is yet to come dedi. Bu biz ko'radigan yaxshi kunlar texi oldimizda dedi. İkincisi biz ma'lum bir shaklda qaytib kelamiz deydi. We will be back in some form deb bu gaplarni dedi. Shunga bu gaplarniki ma'nosi nima? Nimadan darak bo'ldi? Men bu to'g'riliq farazani o'tirib qo'yishni xohlamayman. Buni da keyingi amaliyotdan ko'rib olaylik buniki nimdaga ma'nosi borligini. Ma narsalarni men sizlarga bir tilga qo'yg'im keldi. Hozir yana bir qism xabarlar chiqyapti. Bugun yana bir xabar chiqdi. Trump o'ziniki kishilari bilan bir siyosiy partiya qurish haqida maslahatlashib o'tibdi degan gap. Bu qaysi darajada rost uqmayman, lekin bu bir qism qilib danliq torbatlarga chiqibdi bu gap. Bir partiya quraydi ekan degan partiyaning ismi Vatanparvarlar partiyasi. Patriots Party deydi.
Vatanperverler Partisi deb ataydigan partiyani, partiya qurmoqchi edi. Shu 11 ayniki 11 ayning 3 kundagi saylamniki mobaynida, saylamdan boshlab hozirga qadar Trump yana $200 milyon iyon to'plab bo'ldi. Buni keng qilgan ishlari uchun $200 milyon. Bu xabarlarni anladim. Bunimi qandaroq bo'lganligini bundan keyingi amaliyotdan ko'rsak bo'ladi. Men bu vaqtda bundan ko'p to'xtalmayman. Endi bu hafta biz uchun, Uyg'urlar uchun intayin cho'ng bir xo'sh xabarmi bor. O nima degan chog'da 19-sla seshanba kuni Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo Amerika hukumatiniki bir qarorini e'lon qildi. O qarori nima desa, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan Uyg'ur va boshqa oz sonli millat, andan keyin bir qism boshqa diniy guruhlarniki a'zolariga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm chiqardi Amerika hukumati. Buniki qiymati intayin zo'r. Biz bu vaqtda izchil mushtaq bir ish bo'lsin deb umid qilib kelgan. Necha ayninki oldida Kanada parlamentiniki ichidagi bir komitet mushtaq bir qaror olgan. Parlament ichidagi bir komitet, davlat hokimiyati emas. Mushtaq bir qaror olgan. Necha kun oldida Angliya parlamentini bilan tashlab, Xitoyniki siyosatini irqiy qirg'inchilik deb ataymiz deb bilan tashlagan vaqtida 11da bilan kamlab qilib bu o'tmadi. Bu yeni qaytadan silindikan, ashta bir ish bo'lgan. Bu qatim Amerika bo'lsa, buni rasmiy e'lon qildi. Bu yerda askarlik qo'ydigan bir narsa, bu nima Pompeo'ning o'zining qarori emas. Bu yil o'tgan yil 12 kuni Amerika Kongressidan bir qaror oldi ekan. Mana shu State Department deydi. State Departmentga mana shu Pompeo'lar mas'ul bo'lgan Xitoycha Govian deydi buni. Shu yerga bir vazifa berib ekan. Hozir shu Xitoyniki yurgizgan siyosatiga qaytadan qarab chiqib, ularni biz ular ustidan nimdab hukm chiqarsak bo'ladi. Mush haqida sizlarga 90 kun vaqt beramiz. 90 kun ichida qaror e'lonlar deb ekan. Pompeo'lar qattiq ishlab, intayin oz kun ishlamkan 19-slar bu qarorni e'lon qildi. Endi bu qarorniki Uyg'urlar uchun ahamiyati intayin zo'r. Buning ikki tarafi bor. Yani birisi bu dunyodagi eng cho'ng, eng kuchli e'lon qilgan qarori bo'ldi bu. Shunga buniki eng cho'ng qiymati mushadi. Yani bir yana bir tarafdan bu bir xalqaro qaror emas dedi. Xalqaro qaror emas. Endi men shu 2 kundan yaqin men biroz tekshirdim. Mush irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat degan mushtaq jinoyatni o'tkazgan davlat amaldorlariga qanday jazo berildi ekan degan narsani tekshirib baktım. BDT'niki bu jihatdagi hujjatlarida mana jazolarni beramiz degan narsa aniq yozilmagan ekan. Aniq yozilmagan ekan, endi meniki sal topolgan uchurlarim shu irqiy qirg'inchilik, andan keyin shu insoniyatga qarshi jinoyat degan mushaqda Birleşken Devletler Teşkilatı qaror chiqargandan keyin jami 8 davlatniki rahbarlariga jazo qo'llanibdi hozir qadar. Uniki birinchisi sizlar hamma bildirgan Iroqniki boshlig'i Saddam Hussein. Bu odamga 2006-yili jazo berilib, o'lim jazosi berilib ijro qilinibdi. Buningga Saddamga o'lim jazosi berishda eng jingi o'ltirgan narsa, uniki 1982-yili bir kentga ximiyalik qurol ishlatib 148 odamni o'ldirib etgan ekan. Shu asosda rol o'ynabdi endi Saddam Husaynga o'lim jazosi berishda. Xabarlarda bor, o'lim jazosi berib, u nihoyatda vahshiy ijro qilindi. Husayn Saddamni dag'asdi. Uni o'zining davlatidagi xalqqa dag'i is qo'yib berdi, dag'as o'tdi. Bu ishdan aniki bu birisi eng cho'ngi. Yana birisi 2000 Saddam Husaynga 2006-yili o'lim jazosi berilib, shu yili ijro qilingan.
2016 yılı Afrika'daki Çadyan degen devletniki bir diktatör başlığı Hüseyni Habre dedik ya bu kişini. Bu kişiye mi ceza veripti 2016 yılı. Bu adam 40 ming yok. Bu adam 20 mingdek adamniki ölüşüge sebepçi bolgan ekan. 20 mingdek adamniki ölüşüge sebepçi boptu. Onundan keyin Sudandagi başlığı Ömer Basar bu adamga mo jazo berilgan. Ma bu nimaga Afrika Çadyan degan davlatniki başlığı Hüseyni Habrega ömürlük qamoq jazosi berilibdi. Sudandagi Ömer Basarga mo ishtirok qildi deb o'ylayman men. Hozir konkret ismini qamoqdan nima jazo berganligi. Ishqilib men bu afalar qarta bu afalarni ko'rgandan biraz o'ylandim. O nima desanglar? Hani Saddam Hüseyin 148 adamni o'ldirganligi uchun buni o'lim jazosi beribdi. Bizning ahvolimiz qandoq? Ma bu Twitterni ko'rgan qarindoshlar biladi. Men o'zimniki inglizcha Twitter hisobimda Xitoyniki tarqitib o'ldirish vasitasi bilan 2017 yildan keyin 1 milliondan ko'p Uyg'urlarni o'ldirayotganligini yozdim men. Yozib keldim buni. Bu bundaqlar o'zim deb qo'ygan gap emas. Menga bir uchur kelgan. Vatandagi saqchi o'rnida ishlaydigan bir rahbardan uchur kelgan. Bevosita emas, o'tirda odam bor, shu orqali. Shu odamning dappagini hozir shu lagerlarning ishlari boshlangan 2014 yildan boshlab hisoblagan chaqda shu tutush sulash ishlari bilan munosabatlik olib ketgan Uyg'urlarning soni 1 milliondan oshdi dedi. Endi Xitoylar Saddam Hüseyin'dek ximiyalik qurollarni ishlatib bir mahallaga undaq o'ltirmadi. Mahallan o'ltirgan falan bor. Mesela Yakan vaqasida 3 ta kentni tuzib etgan bular. Keyin ko'rildimi 3 ta kentni tuzib etdi. Ammo bular bu ishlarni butunlay oqshimisi intayin maxfiy qilganlik uchun xalqaro bu to'g'riliq bu ishlarni xabar topolmadi. Uningdan boshqa hozir lagerga sulangan odamlar, sulangan odamlarning soni 5 milliondan oshadi. Ularga dori berilmaydi, tamog'i nachar, anikin har xil ukullarni o'di bularga ashtaq qilib yurib, nihoyatda ko'p sonli odamlar o'lib ketyapti. Shunga Uyg'urlarning kelib ketgan soni osonlam 1 milliondan oshadi deb o'ylayman men. Ashtaq bo'lganda, agar bir kunsi xalqaro Sharq Turkistonga berib tekshirsa, bu ishlar pash bo'ladi. Ashtaq bo'lgan chaqda ehtimol bir odam emas, yolg'iz Xi Jinping emas, Chen Chango qatorliq xali ko'p odamlarga nihoyatda og'ir jazo berilishi mumkin. 1 milliondan ortiq odamni o'ldirgan bir diktatorga menimcha o'lim jazosini cho'qim berdi deb o'ylayman. Shu nuqtada aytgan chaqda bu qatim bo'lgan maishniki qiymati intayin yuqori. Endi hozir Amerika oldi bu qarorni. Bu qaror qanday bo'lib bir xalqaro qarorga o'zgarib, ondan keyin xalqarodan Sharq Turkistonga bir tekshirish o'maklarini olib, zodi u yerda nima ishlarniki yuz berganligini tafsili tekshirib aniqlab, shu orqali Xitoy rahbarlariga jazo qo'llanadigan ishlar qachonqa bo'ladi, qanday shaklda bo'ladi degan savolga hozircha javob yo'q. Agar bu ishlar o'ngishli bo'lsa, biz umid qilgandek bo'lsa, ashunday natijalar kelib chiqishi muqarrar. Lekin buni qancha vaqt ketadi, qanday shaklda bo'ladi, bu ishlar buni bilmaymiz. Meniki bu necha kun o'ylagan narsarim shu. Ondan keyin yana bir abatın 8 davlat rahbarlarini dedim, mana 3-ni aldım, qolganini olmadim. Ondan keyin xalqarodan o'lim jazosi berib ijro qilishga ulgurmagan odamning ikkisi bor. Bularmi insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan odamlar, birisi Hitler, yana Stalin. Bularni sizlar obdan bilasizlar. Buni tilga qildim. Şuna herhalde Amerika başlagan, şu Pompeo qatorliq Amerika hükümetideki amaldarlardan kelgan bir cho'ng sovg'at uchun biz Amerika hükümetiga rahmat aytmay turmaymiz. Xudoyim bilsa,
Muşlarning natijasida Uyg'urlarniki beshi kelgan bir eg'ir fojia oyoqlashishi mumkin. Qachon bo'ldi to'g'riliq bir narsa deyamaymiz. Endi 20-slar yuz bergan yana bir cho'ng xabar bor, ehtimol sizlar xabar topgansizlar. Xitoy hukumati Amerikaniki 28 sobiq davlat amaldorlariga jazo qo'llandi. Jazo qo'llanib, bunimiz 20-slar yangi prezident taxtga chiqadigan murosim kuni e'lon qildi bular. Bularning ichida sizlar biladigan kishilardan Pompeo bor, ondan keyin abatiman gapini qilgan Navarro degan kishi bor, ondan keyin yana Amerika axborot ministrligi boshlig'i u odamlar bor. Ashta qilib bu qatim Trump bilan shu huquqdan chiqib ketadigan 28 odamga bular Xitoymi jazo e'lon qildi. Ularniki bu e'lon qilgan narsalari bir kichik balniki o'yindagi bir ko'klik ish. Nimishqa degan chog'da Amerika amaldorlariniki Xitoyda hech qanday manfaat yo'q bularniki. U yerga evagan kichik xotinlari yo'q, bolalari yo'q, puli yo'q, u yerda unday ishlar qatl yo'q. Ashta bu boshqa bu bir kichik balning o'yindagi ish bo'lib, bu jazoni anlagan Amerikaning amaldorlarimi ehtimol og'zini qirqida qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shunchalik ish bu. Lekin bu yerda Xitoylar nima uchun bu ishni qildi degan ish to'g'riliqmi o'ylanib baqsaq, Xitoylar bu yerda bu ishni ikki maqsad uchun qildi. Birinchisi shu Trump tutgan 4 yil mobaynida Xitoyga ashaddiy zarba berdi. Trump hukumati bu yerda Trumpga ishlaydigan Xitoyga qarshi odamlarni ko'p, Trump odamlarni atrofiga ko'p chiqqan. Mush 28 odamlar, ashta odamlar endi. Shunga bular bir jazoni e'lon qilish orqali qo'saq ko'pligini biroz chiqarib olmoqchi bo'ldi deb tushunsak bo'ladi deb o'ylayman, birinchisi. Ikkinchisi, Xitoy hukumati buni shu yangidan chiqqan prezidentga bir xil sovg'at shaklida, ko'rdingmi, sening dushmanlaringni biz jazolab berdik deb yangidan chiqqan prezident va Demokratiya partiyasidagilarga bir sovg'at shaklida qildi bu ishni deb o'ylayman. Lekin yana bir tarafdan buniki bir ijobiy tarafi, Xitoy hokimiyati, Xitoy kompartiya hokimiyati o'zining naqadar razil bir hokimiyat ekanligini yana bir qatam oshkorladi. Mayli burungi ishlarniki qanday bo'lishidan qat'iy nazar 20-slar Amerika uchun bir bayram kuni edi bu. Ashta bir bayram kunisi kishilar, bir qism kishilar endi xo'shalik ichiga cho'mgan yoki tantana qilayotgan bir kunda Xitoy hukumati 28 odam ustidan jazo qo'llanmoq deb buni e'lon qildi. Endi ma'lum bundan kelib chiqadigan yana bir qo'shimcha mas'uliyat nima degan chog'da yangidan chiqqan prezidentniki hokimiyatimi saskingan bo'lishi mumkin ko'nglida. Qarama kishilarning razilligidan degandek endi. Men shunday bir natijaga chiqishini umid qilmayman shaxsan. Bu tarafda biroz qalam keldi. Shunga deb Hani bu işinki yana bir alayligi, Xitoyniki bu ishni qilishlik yana bir maqsadi yangidan qurilgan yangidan taxtga chiqqan amaldorlarga bir xil ogohlantirish berish bo'lishi mumkin. O'zinglarni bilinglar, bilmasanglar kelgusida sizlarni jazolaymiz degandek. Uningga Amerikadagi rahbarlarniki qaysi darajada parvo qiladi, u boshqa bir gap. Xitoyniki mushtaq razilligi mushtaq nuqtadan biraz oturup çıktı bakın. Şuna qilib bugungi videoda deydigan asosli gapirim shu. Endi men ko'p o'ylandim. O'tganda sizlarga degandim, mana bu Uyg'ur axborot markazi haftalik video programmasi chiqaryapti hozir. Bu bir qism qarindoshlar, bir guruh qarindoshlar kech kunduz ishlab mushuni qilyapti. Ishni boshlagandan keyin men o'zim chiqaradigan videoni to'xtatib qo'y deb o'ylagan dastlabda. Keyin saylam ishlari bek murakkab bo'lib ketdi. Shunga saylam tugugichilik bu ishni davomlashtiray degan. Shunda qilib o saylam deyman, mana bu ishqib saylam desakmi bo'ladi. Yangi prezidentlik chiqishi bilan bu ishlar butunlay oxirlashdi hozir. Endi ko'rayotgansizlar tunugim degan bu saylam haqida asosan medialarda gap yo'q. Bo'libmi bu qatimki Amerikaniki prezidentlik saylamida bo'lgan ishlar hech kimni hech qanday gap qilishga yo'l qo'ymayapti hozir.
Şu bu jihatdagi gaplar intayin jimjit bo'lib ketdi. Lekin hozirda oxiri yuzlanmagan bir ish Trumpni amaldan qoldirib o'tish ishini o'tganda senatorlarga salmagan bu ishni qaytadan yine salamiz degan gaplarni bu aytibdi. Men tunugun bilgan biroz quloqimga kirdi bu gaplar. Endi huquqidan chiqib ketgan odamni qanday qilib yine huquqidan tushiradi bunu uqmayman. Çoğun bir kısım çoğun qonunchilarning deyishicha bu Amerikaning asos qonuniga uyg'un kelmaydi ekan. Ashtaq bo'lsa-mu intiqom olish nusxasidan birinchidan, ikkinchidan Trumpni kelgusida huquq o'tirib qolmasin deb yo'lini butlay to'sitaydi bu ishni qilmoqchi bo'lib o'xshaydi. Bu gaplarni anladim. Endi maoshning oxiri mushlar biroz davomlashishi mumkin. Undan boshqa endi bu ish to'g'riliq gap qiladigan bir qiziqarli temalar qolmaydi. Ashtaq boshqa kelar haftadan boshlab men bu videoni to'xtatib qo'yay deb o'ylayapman. Bu oxirgi qaror emas. Agarda chet eldagi qarindoshlarga tushuntirib qo'yadigan ba'zi bir muhim temalar chiqib qolsa, men yana muddatsiz videolarni ishlab taqdim qilish chiqarib qo'yishim mumkin. Lekin har haftada bir video chiqarmayman. Bundan keyin xabar deb qilinglar. Ba'zi narsalarni bir qisqa video ishlab Uyg'ur axborot markaziniki haftalik programmasining oxiriga ulab qo'yishimiz mumkin. Hozir asraq o'ylayapman. Shunga bu ishni xabar deb qilinglar. Agar qarindoshlarniki ba'zi temalar haqida alohida savollar bo'lib qolsa, uni menga aytib qo'ysanglar, WhatsApp, Signal, Facebook yoki email orqali. Men u to'liq o'ylanib, bizga muvofiq kelganlarini bo'libmi, ko'pincha qarindoshlarga biroz vakillik xarakteri bor degan temalar bo'lib qolsa, men tayyorlik qilib yana video ishlab chiqarib qo'ysam bo'ladi. Ondan keyin oxirida deb qo'yganim shu Uyg'ur axborot markazining haftalik videosi albatta men degandek uni asosan fidoyilar qilyotdi bu ishni jiq ajr singdiryotdi. Bo'lsa shu video kanaliga agishib qo'yinglar. Ondan keyin ko'rib qo'yinglar bir qatam. Ular sizlarniki bizga qilgan yordaminglar bo'ladi. Eng oxirida deb qo'yganim men oldin qatamliq ikki videoda Uyg'ur Project fondiniki Uyg'urlar, chet eldagi Uyg'urlarniki o'zini saqlab qolish haqida qildigan ba'zi ishlarga yordam qilaydiganligini degan. Aşağı desem ba'zi qarindoshlar bilan aloqalashdi. Bolasini o'qitishda qiynalib qolgan yo'q qarindoshlar Turkiyadagi. Bu Uyg'ur Project fondiniki iqtisodini biz andoshlarga xarjlaymaymiz. Turkiyada Uyg'ur yar andoshlarga yordam qilyotdi. Bizmi yera maktabiga yordam qildik azroqcha. Başqa turlarga, undan keyin sarxillar ma'rifi degan turlarga yordam qildik. Uyg'urlarni saqlab qolishga bilan munosabatli cho'ng-cho'ng proyektlar bo'lsa yordam qilaymiz, lekin uyda iqtisodiy qiyinchiligi bor, bolalarni o'qitishda qiynalib qolgan shaxsiylarga biz yordam qila olmaymiz. Bu narsaga dabki. Shunga Uyg'ur Project fondiniki ostida qiladigan cho'ng-cho'ng proyektlar bo'lib qolsa, chet eldagi Uyg'urlarni saqlab qolish, Uyg'urlarni chet elda saqlab qolish jihatda bizlar aloqalasana bo'ladi men bilanchi. Bu jihat ishlar bo'lib qolsa biz birga qilamiz. Bundan esa bugungi videom ishida oxirlashdi. Hozirga qadar meni izchil qo'llab videolarimni ko'rib kelgan barliq qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Men degandek men butunlay yo'qolib ketmayman. Ashtaq bo'lsa-mu bundan keyin har haftada chiqadigan video mishada to'xtaydi, shundan to'xtaydi. Ma'qulansa, xayr xo'sh, keyin ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.